What's your name, sir? Golden Ariana. They're gonna do a face off. Camera, come here. These guys are fighting on Friday. Anticipation is very much there already. These guys want to go now. He's very much there already. These guys want to go now. Get down. I love this stuff. Yeah. Love it. Get that money, boys. Good fight. Assalomu alaykum MMA muxlislari. Bugun 1-iyul kuni Goldning navbatdagi jangi bo'lishi kutilayotgan edi, lekin ushbu jang 4-iyulga qoldirildi. Xo'sh, ushbu jangda uning raqibi Yusuf edi, lekin raqibi ham o'zgartirildi. Eronlik Ariana Abay. Ya'ni ushbu jangchi bilan Shahzod Uzoqov o'rtasidagi jang shiddatli kechadi. 4-iyul kuni kuting va pastdagi Telegramga o'ting hamda o'sha joyda bemalol jangni jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Videolar davomiylik bo'ladi. Videoni ko'ring va kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiring do'stlar. Kim kuchli? Ariana Abay yoki Shahzod Uzoqov? Biz Shahzod Uzoqovni qo'llab-quvvatlaymiz va omad tilab kommentariyada o'z izohlarimizni yozib qoldiramiz do'stlar. Хотя узбеки, львы, полный газ, я спать не давал. George, I wrestle for you, boss. If this way, I want this match. So let's go. You say every time I know what you're. Assalomu alaykum O'zbekiston. Paradishni mujiki. Mana jang ham aniq bo'ldi. 4-ga jang inshaalloh. 3ga tarozi, 4ga jang. Mana bu raqibni almashtirishyapti. Farqi yo'q. Men sapernik tanlamayman. Inshaalloh qanday bo'lsa ham shunday jang qilamiz inshaalloh. Taktika kerak emas bizga. Sen meni gapirib chiqibsan, sen kim desam ham bo'ladi. Butun dunyoda yo'lini urib qo'yibsanmi badaningga? Menga farqi ham yo'q uni. Men senga O'zbekistonni udarini shunday ko'rsataman, bir umr esingga qolib ketayotgan bo'ladi. Bir umr senga O'zbekistonni udarini eslatib qo'yayotgan qilaman seni. O'zbekiston uchun men senga bitta siqacho'qa beraman. Birinchi raund men seni vobshe urmayman. Birinchi raund maza qilib urib. Ikkinchi raund lekin inshaalloh Allohning izni bilan. Ikkinchi raund Allohning izni bilan men senga shunaqa nakazat qilaman. Sen O'zbekistonni bir umr eslab qolayotgan bo'lasan. Chunki sen kallang yaxshi qo'yib. Erka Bulonga qaytayotgan bo'lsa, Erka Bulonga. Ismini ham yaxshi ayta olmayman men uni. U bilan inshaalloh oktagonga jang qilamiz. O'zbekistonga oktagonga jang qilamiz. U rozi bo'lsa, kamar o'ngami kamar. Inshaalloh oktagonga bolalar qanday yutgan bo'lsa o'zbeklarni. Men inshaalloh uni Allohning izni bilan uni ham oktagonga yutib, kamarni olib yana olaman-da kamarni, yana o'ziga beraman men. Senga kamar tursin deb. Inshaalloh unga ham shu gapim. Inshaalloh duoga bo'linglar, mujiki, sizlar duoga bo'ling, duoga ko'p katta gap duoga. Mana bularni 1,5 million podpiska bo'laversin. Sizlar meni yuragimga O'zbekiston podpiska bo'lgan. Men ularni O'zbekistonni yuragiga podpiska bo'lganman. Shuni o'zi yetadi. Mujiki, sog' bo'linglar, inshaalloh O'zbekiston she'rini ko'rsatamiz.